Usta qanday bo'lyapsiz savdo? Dilshodbek anasizmi? Mana Issiqlarni qarang, 50 daraja qaynatib yuboryapti-yu bu. bittasi o'zi shunaqa bo'lsin-da. Qaydan qo'ying? Bittasi cho'qib tursa bittasi shunaqa qilib. Rahmat, niyatingiz. O'tirib ichish kerak deyishadi. O'tirib olaymiz-da. Voy, Rahmat. my god. Javohir niyatlaringizni yeting, ha? Salqinlar ham qochib ketdi-yu. Salqinlar ham issiqqa chidamay qochib ketishdi-yu. Ana shu yoningizda. Endi tejolingiz. Juda bo'ladi-da. Issiq jaziramalarga. Shunaqa qilasiz. Javohir bor sizda. Issiqlar bilan qarang. Salom yomon yondiryapti-yu. Aylantirib yuboring. Usta tomon bilan. Juda bo'lyapti-da. Bular shogirdlar qattiq bor. Voy Dilshodbek, qarang, mashlarga rahmat, boriga shukur bilardi. Sizlarga ham rahmat. Voy javob niyatingizga deng. Usta choy ketadimi yana? Choy. Ham kechamizmi? Mana qo'limda choy iching aka. Qani. Bu ko'rganda nima deydi? Bu choy. Usta aka mana. Dilshodbek. Sizga ham rahmat. Menami? Rahmat, niyatingizga yeting. Javohir katta ustalardan olib ketingizmi? Qo'lingizdan hamma yoq keladigan bo'lsin. Orzu havaslaringizni yeting. Dilshod, sizga ham rahmat endi. O'tiravering.